Nimaga O'zbekistonda PUBG yo'nalishi bo'yicha kontent qiladigan insonlar kam? Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan har doimgidek Flariboy. Kelinglar shu mavzu bo'yicha ozroq gaplashamiz. O'zbekiston hududida ko'pchilik bolalar Redmi da o'ynaydi 60 FPS da. Bilsanglar Redmi da ekran zapisi qo'shib o'ynasanglar, telefoningizlar qotadi va uni montaj qilsanglar va YouTube ga joylasanglar, kачество вообще nima deydi, xuyovoy bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'pchilik ekran zapis qilishdan qo'rqadi, desa o'yinim chiqmaydi deb ekran zapisini o'chirib o'ynaydi. Ekran zapisiz o'ynasa o'yini chotki chiqadi. Shuning uchun ko'pchilik kontent qilishni tayyorladi. Bunga sabab kачество mavzusi. Asosan o'rtoqlar, mana shu Redmi'dami, boshqadami kimdir O'zbekiston bayrog'i ostida kontent qilayotgan bo'lsa, maksimal darajada like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, ular ham qanaqadir dohodga chiqqandan keyin iPhone oladi yoki iPad olib, kачественный kontent qilishni boshlaydi. Sizlar bilan har doimgidek Flariboy. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar.